Mana shunaqa bo'lish yozilgan ekan. Bitta qanotlilar ham yashaydi. Agar boshqada bo'lganda ba'zi o'lardi. Mani qo'limda mana Xudo xolasa, mana bitta qulog'i yo'qqa o'xshab u ham yashab ketadi. Chap tomon qulog'i yo'q. Uni ham hozir endi o'ng qo'li yo'q. Yurt bilan zilo'nka olib kelsang, levami ko'l bor-a? Oti yana tikib qo'y. Ipimiz ko'p-ku. Qimillama qo'zichog'im, qimillama. Xudo xolasa mana 15 ta chok indamay tushdi. Narigini qulog'ini ichida bitta ip qolib ketgan. Shuni olib tashlash kerak. Qulog'ini o'rnida. Mayli yana bitta tikib qo'yaylik. Bo'ldi. Mayli. Menga hayot bag'ishlayapman. Katta bo'lganda menga go'sht berish kerak. O'zini qurbon qilish kerak. Bu endi mushuk urib ketmaydigan joyda turishi kerak. Kataydi-chi, katay qo'yib qo'yaman-da endi. Bor endi menga zilo'nka, paxta, levam ko'l olib kel. Mana jo'jani qanoti tikib, perksam bo'ladi.